Bir Hindiston tomonlarida bir vali olim zot bo'lganlar, katta olim kishi. Shu kishiga bir kishi telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, bir qariyalar uyini boshlig'i, rahbari, xo'jayin telefon qilib, ustoz, siz yaxshi ilmli insonsiz, sizdan bir savolim bor. Shu hech bir voqea bo'ldi, qalbimga sig'may, ichim portlab ketay deb sizga telefon qilib savol so'rayapman degan ekanlar. Nima bo'ldi desalar, shu qariyalar uyida men rahbar bo'lib ishlayman, shu joyi boshlig'iman. Shu musulmon jamiyatda yashaymiz, bilasiz. Shu bizni uyimizga, bizni o'sha tashkilotimizga, shirkatimizga yosh katta hech kim yo'q, boquvchisi yo'q kishilarning kelib shu joyda yashashadi. Lekin kuzatdim, bir yigit o'zini otasini shu qariyalar uyiga, bizni shirkatimizga tashlab ketdi. Shu otamga qaranglar, xizmatini qilinglar, qancha mablag' ketsa boshqa qilsa beraman dedi. Ketdi. Endi biz boquvchisi yo'q, ish ko'pdir, boshqadir deb olib qoldik uni. Va u otaxon vafot etdilar. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin vafot etdilarda, biz o'g'illarga qo'ng'iroq qilib, otangiz vafot qildilar, tezda kelib shu tadorigini ko'ring, dafn qilish kerak deb aytsak, o'g'il nima deydi? Voy, o'sha nimaga, rahbariga, siz agar vaqtingiz bo'lsa, otamni shu kafanlab, yuvib, dafn marosimini o'tkazib qo'yinglar, qancha xarajat ketsa beraman deb, o'g'il otasi vafot etsa, telefonda shu gapni aytayapti. Agar bu odam musulmon bo'lmaganda, g'ayridin bo'lganda, endi g'ayridinda bu, musulmon emasda, Allohni tanimaydi, sal ko'nglim xotirjam bo'ladi, lekin musulmon odam aytayapti buni. Musulmon odam o'zini otasi vafot etsa, telefon qilib, o'zlaringiz dafn qilib qo'ya qolingiz, men shu xarajat qancha ketsa beraman deyapti. Mana ishim ko'p edi, mehmonlarim bor edi deyapti. Qanaqa insonki o'zini otasi vafot etsa, shu darajada beg'am, shu darajada beparvo, nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nima uchun musulmon odam bu gapni gapiryapti? Ustoz deb savol so'raganda ustoz aytgan ekanlarki, "Ey birodar, sizga bir gap aytaman" degan ekan. Agar ota-ona farzandiga Allohni tanitmasa, Alloh ham farzandga ota-onasini tanitmaydi. Ota-onasini unuttirib qo'yadi degan ekanlar. O'sha siz mehr ko'rsatish kerak degan otalar farzandiga Allohni tanitmagan. Farzandiga Allohning farzini, ibodatini o'rgatmagan. Vaqti kelsa o'sha o'g'liga, qiziga chiroyli to'ylarni qilib bergan. To'ylarda artistlarni chaqirib, o'g'illarim oshnalaridan kam bo'lmasin, o'g'illarim eldan kam bo'lmasin deb aroqlarni qo'yib, dasturxonlarni solib bergan. Allohning roziligi qo'yib, o'sha o'g'lini rozi qilish uchun, o'g'lini ko'yini uchun shunaqa ishlarni qilgan, harom ishlarni qilgan. Ertalablar bondotlarga uxlab yotsa, namozlarni o'qimasa, qazo qilsa, o'g'lim ishlayapti, dam olsin, endi keyin o'qiydi deb Allohning haqqini poymol qilganligi uchun Alloh ham shunaqangi o'g'illarning qo'lida otasini haqqini poymol qilib qo'ydi. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimisliha deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Har bir gunohning jazosi o'sha gunohni mislidan bo'ladi. Ya'ni siz bir boshingizga musibat kelsa, o'sha musibat sizni qilgan xatoyingiz, gunohingizdan keladi. To'g'ri, inson xato qiladi, gunoh qiladi, lekin banda qaytadi Robbisiga. Xato qilsa o'zini isloh qiladi, tavba qiladi, o'zini o'nglaydi. Lekin bu yillar mobaynida bo'lganda, yillar mobaynida bu narsalar takrorlangan. Ko'ryapsizmi? Ota farzandiga Allohni tanitmasa, Allohning haqqini o'rgatmasa, Alloh ham farzandga, bilib qo'ying, yaxshilab eshitib olaylik, bu Allohning qonuni. La tabdila li kalimatillah. Allohning kalimasini hech kim o'zgartira olmaydi. La mubaddila li kalimati. Allohning so'zlarini hech kim o'zgartira olmaydi. Bu Allohning qonuni, chegarasi, Allohning ilmi bu. Shundoq bo'ladi dedim, albatta shundoq bo'ladi. Kim Allohning haqqini tanitmasa farzandiga, Alloh ham o'sha farzandga ota-onasini haqqini unuttirib qo'yadi. Shuni aytgan ekanlar ustoz. Sen aytgan o'sha otalar, onalar aslida hayotlarida shunaqa ishlarni qilishgan. Alloh bejizga bir insonni xor qilmaydi, bilib qo'y degan ekanlar. O'sha sana oldinga kelayotgan otalar, onalar farzandlariga Allohni tanitmagan, Robbisini tanitmagan, bilib qo'y degan ekan. Alloh taolo hech bir bandaga zulm qilmaydi. Innalloha la yuzlimun-nasa shay'a walakinna-n-nas anfusahum yuzlimun. Alloh taolo hech bir insonga zulm qilmaydi, lekin insonlar o'zlariga o'zlari zulm qilishadi. Bu bo'layotgan balolar, musibatlar o'zlarining gunohlaridan kelgan deyapti.